Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 17-may haftaning shanba kunidagi zavodimizda holatlari. Bugun mana pishgan ishlarimizni tayyorini so'raganlar uchun tayyor holatga keltirilgani. 10 mingtalik mashinamizga yuklanyapti. Bu ishlarimiz 10 mingtalik mashina Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketyapti. Ko'rib o'tganlaringdek ranglari nihoyatda zo'r, chiroyli, atlasli holatda sariq, ko'pchilik istaganda. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan texnika, zavodimiz o'zimizdan. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Ko'pchilikda g'ishti narxlari hozirgi kunda 900 so'm, bizda esa o'zimizdan bo'lgani uchun 850 so'mdan qilib qo'yganmiz. Mana ko'rib o'tganlaringdek ikkita xumdonimiz bor. Ikkita zavodimiz ham bor. Bir kunda 60 ming, 70 mingtagador g'isht yetkazib beramiz. Yetkazib berishdan xudo olsa inshaalloh muammo bo'lgani yo'q. Ochirlar kam. Xudo olsa 1-2 kunda yetib boraveradi g'ishtlarimiz zakaz qilingandan keyin. Hozir yaqindan ko'rsatib o'tamiz g'ishtlarimizni. Ko'pchilik shu sho'rin so'raganlar uchun sho'ri uzil-kesil chiqqani yo'q. Bo'linmasligiga, sanoga garantiyalari bor. Sifatlarini hozir yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi yuklanyap turgan joy. Ko'rib o'tganlaringiz mana uzoqdan tashlansa ham uzil-kesil singani yo'q g'ishtlarimiz. Nihoyatda mustahkam. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Bu ikkinchi xumdonimizdan yuklanyap turgan g'ishtlarimiz Namangan viloyati Afsona bog'ini oldiga ketyapti. Bu g'ishtlarimiz esa Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketyapti. Yana ikkita mashinamiz chiqib ketgan. Bu g'ishtlarimiz bittasi Andijon viloyatiga, bittasi Farg'ona viloyati Quva tumaniga ketgan. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz.